dan ortiq yangi qurollar va yangi strukturalar va albatta yangi biomlar. Bularning bari 69 kun survival va 122 ta mod. Do'stlar, bu hisob men gamer va o'sha ko'p men yangi men ochishni boshladim va bu kamida 122 ta mod. Bu modni ochish juda ham ko'p bo'ldi va hozir ko'ramiz. Spawn bo'ldim. Yaxshi. Bu yerda narsa degandan ko'proq struktura topish kerak. Foydali. Mana bir foydali struktura. Misni asli qilyapsizlar endi. Xo'sh. Nima solayman? Juda qoyil. Butunga qimmat bo'lmag'ur. Va menda trilliardta kitoblar bor. Hammasi befoyda. Mayli. Xo'sh, men o'zimga anaqa yasadim. Bitta Jon, yaxshi. Ko'lvich xuddoli evaga o'xshab. Unaqalar qo'shganman-da. Bu xatga qilmaganim sababi bu xatga bilasizlar. Bitta jonlar, bitta men bilmagan moblar juda millionta. Shu 122 ta mod bu sizga oson narsa emas-da, bunachilar. Va shu juda ham ko'p modlar bor. Va men o'zimdan narsalar yasab oldim. Va endi yangi struktura topishga ko'p tema topishim kerak. Voy, biomni qaranglar, biomni cho'tkiligini. Shunaqa mod hozir Subhivda bor-da, Subhiv modlarini o'zim tortganman. Bu moddan eng asosiysi bu Better on Bedrock degan mod bor. Cho'tki eng yoqqan va men eng yaxshi ko'rgan chiqamda. Bundan nima chiqishini hozir ko'rasizlar. Juda ham zo'r narsa chiqadi. Qayerdan telefonim qotganini. Bum. Hozir ko'ramiz nima tushdi, juda ham ajoyib sovg'a tushadi bunga. Va oltin va temirlar tushadi va daraja ham yaxshigina tushadi. Yaxshi, va bu yerda minimap. Qatma. Minimap. Mis bo'ldi. Menga kichkina xarita Misni oldim. Bo'lmaydi. Hozir 12% qoldi. Shunga qatyapti. Zo'r kana menga. Bu yerda minimap. Minimap modini kazlaganda unaqa modga o'xshayapti. Ammo qatyapti. Bu minimap shekilli. Minimapdan sozlashga. Mayli, kichkina xaritacha ham bo'ladi va bizda hozir 0-kun 69 ga yashashim kerak. Bu modda hammasini o'rganmoqchiman. Va bu yerda goblin. Qanaqadir goblincha bor ekan. Goblinlar. Bu bitta unaqaga juda ham zo'r goblin ekan. Menga bu goblin juda ham ko'p kerak bo'ladi. Chunki nefrat ko'p bo'ladi. Xo'sh, oltinga unaqa mis almashtirar ekan. Mis menga вообще kerak emas shunga. Va nima tushar bundan? Nothing. Hech nima. Va men yangi oda ko'rdim. Bu yangi oda. Xo'sh. Hech nima bilmadim. Rostdanmi? Nothing. Yangi oda. Bu nomi nima? Xo'sh, endi qanaqa nomi? Bilmadim. Tin bu bo'lsa kerak balki tin. Tin ekan bu. Xuddi o'ylaganimdek. Va уже menga yangi strukturalar kerak. Bu yerda juda ham ko'p yangi pillajerlarni kemasi ham bor. Va shu kuchli darajada, lekin telefonim qatyapti. Bu men birinchi kunim va yangi struktura nimagadir ko'rmayapti. Va bu yerda suvni qilib ekan va bu qaroqchilar kemasiga chiqib oldim. Bu qaroqchilar kemasi juda ham qatoradi telefonda. Mana xo'sh. Yotoqga spawn point kerak, menga juda ham kerak bu. Hozircha spawn point. Xo'sh, bo'ldimi? Telefonim qatyapti. Qaytib endi. Ba'zi narsalar o'chirish kerak edi. Ba'zi modlar bir-biri bilan kelishmaydi. Bu o'shadi shunga. Kerak emas. Xo'sh. Va bu yerda nima bor? Qanaqa qaroqchilar? Qani? Menga bu kerak
Qaroqchilar telefonim qochishini sehrlangan qaroqcham bor ekan. Vindikat tanlang. Bu sehrlangan. Yaxshi. Bu vindikatorlar bu ishni o'tamiz ekan. Yaxshi, bu foyda, lekin bu yerda monollas bo'lmagan yomon. Vindikator eng yomon moblardan bittasi. Eng yomon ko'rgan moblardan bittasi. Telefonimni qatashyapti bular. Qanaqa mod? Qanaqasiga? Mayli. Yaxshi, bu modlarda har bittasi sehrlangan enchant qiladi. Mana bularchilar bitta emas, 3 ta enchant sehrlangan. Har xil bittasi snayperda hamma to'rga sehrlangan ekan. Bittasi qanday qildi? Obunachilar, men buni nasamoqchiman. Telefonim qatyapti, o'lay deb. Men buni sozlamasam bo'lmaydi, 100%. Obunachilar, telefonim qayerga qatganini va invertarimda joy qolmadi. Inverter va obunachilar, telefonim ozgina narsani o'g'nadim va o'g'naganimdan keyin, yo'qotganimdan keyin bunaqa jinnicha o'chirgan bo'lib qoldi. Qaysi mod qo'ygan bilmadim, lekin menga bu mod yoqmayapti. Tepaga ham chiqishim kerak. Men ko'proq blok kerak. Va obunachilar, men chiqdim va bu yerda nima bor ekan? Backpack, sumka va endi bor ekan. Bu juda ham yaxshi. Endi menda borligi yugurlar. Xo'sh. Yaxshi. Ba'zi narsa tashlamayman. O'zimni tevalardan emas bo'ladi, backpack kattalashtirib. Bu kichkina ekan, mayli endi. Bo'ladi, kambag'alga shashilgan ovqat. Xo'sh, bo'ldi, narsa tiqdim. Endi bu narsalarni olish. Navigatsiya chiqanoqlar juda ham kerakli narsa. Va olmos, bu kerak emas. Bu olmos kerak menga 100%. Cheki bu ko'l diamond. Bu javaga o'xshab bunaqa qo'yadi. Juda ham ajoyib narsa. Bu narsani men bu yerda qasrga tushib qoldim, millas. Bu yerda kerak narsalar bo'lsa kerak, albatta qo'rqlik odamlar bo'lishi kerak bunaqa narsani. Va men iloji boricha tezlikqa harakat qilishim kerak. Xo'sh, bu yerda kerak narsa yo'q. Men ko'p invertarim to'lib qolgan, shunga iloji boricha yaxshi narsa olishim kerak. Inverter muammosi havdam dolzarb. Blaze emas, Blaze. Xolos, shunaqa yangi qo'shilgan mod, Twitch Chambersga o'xshagan joy ekan bu yerda. Bu mod juda ham ajoyib, News degan. Va bu yerda Blaze ham bor ekan. Uni qandoshlari. Bam. Va telefonim qata boshlayapti. Asat 20% qolgan. Mayli, buni o'ldirishim kerak. Chunki yaqinda drakon yengsam yordam beradi mana shunaqada. Men bu koordinatlarni yozib olishim kerak. Nezga borib o'tmaslik uchun. Bu oddiy modlar bilan endi topish oson. Shunga blazlam kerak bo'ladi. Telefonim soat ozgina qolgan. Zaksab kelish kerak. Va men obunachilar bir amallab chiqib oldim. Qilcha masadim, o'sha sumkada dedi. Qom. Menga bu jo'shirda yo'qyapti. Xo'sh, sandiqda hozir kerak narsalar bor ekan. Bu narsalar menga kerak va yangi sumkacha, kattaroq qo'shyapman sumkacha. Xo'sh, rekord. Va shunaqa. Bu sumkada juda ham katta joy bor ekan. Bu yaxshiroq ekan. Demak, mana bunaqa narsa chiqsam, birinchi o'rinda mana shunaqa chiqishni bo'lsam, endi shunaqa qilishim kerak ekan obunachilar. Mana shu juda ham yaxshi joy ekan. Xo'sh. Bo'ldi va endi ko'proq narsalar kerak. Xo'sh, qatma telefonim. Bu yerda pad tushmoqda, launcher bor ekan va chestplate. Sehrlangan kitob bor bittachi. Bo'ldi, men hozir o'zimdan sehrlangan narsa yasasam bo'ladi. Deyarli full set bo'ldi, faqat bosh kiyim yo'q. Unaqadan temadan bosh kiyim yo'q. Tema odamlarga achitga beradi menga. Va telefonim qatayotganini bo'lyapti, biroz. O'zimga olmos kiyik yasashim kerak. Bu olmos kiyik ham yaxshi qatma.
Ichkariga. Qatmi? Qatyapti. Falonchilar aytdik, olmosada hammasini olamiz. O'zimni olmos kelmasadim. Bu judayam yaxshi. Tezroq yasab olish kerak. Bu bo'lmasa kerak. Keyin qishloq va baza qo'shim kerak. Invertorimiz tugayapti. Va bugungi qismimiz mana shu yerda tugaydi. Agar videomiz hadeb 5 ta videodan oshiq bosim o'taversa, keyingi qismni olishni o'ylab ko'raman. Agar mana shu aytgan narsalar bo'lmasa, bu ikki qismni ikkinchisi olinmaydi.